Odamlarga bitta gap bilan tez ta'sir o'tkazish qanday bo'ladi? Bir kishini bolasi, farzandi haddan oshiq shirinlik iste'mol qilar ekan. Ya'ni uni to'xtatish uchun aytmagan gapi, qilmagan amali, ko'rsatmagan doktor qolmabdi. Oxiri bir kishi aytibdiki, falon joyda bir tabib bor, shunga olib borsang bolangni tuzatadi, debdi. Kishi o'g'lini olib uzoq yo'l yurib, o'sha tabibni oqtarib topibdi. Tabib ularning iddaosini eshitgach, 40 kundan keyin keling deb jo'natib yuboribdi. Kishi hayron, bu qanaqa tabib o'zi? Hech nimani ko'rmadi, hech nimaga qaramasdan 40 kundan keyin kel dedi. 40 kun davomida bu yana qilmagan amali, ko'rsatmagan joyi qolmabdi. Va noiloj 40 kundan keyin yana mana shu tabibga boraychi, nima derkan bu safar deb olib boribdi. Olib borgach, tabib bolaga qarab, o'g'lim, shirinlik yemagina debdi. Otasi oxiri chidolmasdan jahli chiqib, sen o'zi qanaqa tabibsan? Men seni o'shancha joydan izlab keldim yo'l bosib. O'tgan safar kelganimda 40 kundan keyin kel deding, jo'natib yubording. Bu safar keldim, shirinlik yema deding. Vaholanki men kuniga necha marta aytaman bu gapni. Shu ham ishmi? Deganda tabib otasiga qarab kulib, sen birinchi kun o'g'lingni olib kelganingda men asal yegandim. Shuning uchun agar shirinlik yema deganimda gapim ta'sirli chiqmas edi. 40 kun davomida shirinliklardan tiyildim. Hech ham shirinlik iste'mol qilmadim. Va endi mana shu gapim o'g'lingga ta'sir qiladi. Sen xotirjam boraver debdi. Shu kundan boshlab haligi kishini bolasi umuman shirinlik yemas ekan. Ya'ni siz kimgadir nimadir demoqchi bo'lsangiz, ya'ni gapingiz ta'sirli bo'lishi uchun siz o'sha amal ustida sobit turgan bo'lishingiz kerak.